Onamga 20 ming. Hovlida ozgina ish bor edi. O'zim qilishga vaqt topolmay, mardikor olib keladigan bo'ldim. Ular to'planadigan joyga borib mashinani to'xtatgandim. 5-10 tasi birdan yopirildi. Kuniga 80 mingdan chiqaman. Nima ish bo'lsa ham qilaveraman, dedi bir yigit. Uning ko'zlaridagi qandaydir mung meni faqat shu yigitni olib ketishga undadi. Odamzod qiziq. O'zi 100 minglarni chamalab kelayotgan edim. Shunday bo'lsa-da tortishdim. 60 ming beraman. Gap tamom. U bir muddat jim turdi-yu, mashinaga o'tirdi. Uyga kelib kiyimlarini almashtirdi-da, ishni boshladi. Yarim soatlar o'tgach, bankada sovuq suv olib, uning kiyimlari yoniga qo'yayotganimda bir yozuv qog'ozchasiga ko'zim tushdi. Husni xatning chiroyliligi e'tiborimni tortdi. Unda ishim yaxshi bo'lsa, oyimga 20 ming, singlimga 20 ming, uyga va mayda-chudaga 20 mingdan deb yozib qo'yilgan edi. Lekin negadir uyga 20 ming degan yozuv ustiga chiziq tortilgan. Demak, bu kelguncha mendan oladigan pulini hisob-kitob qilgan. 60 mingga ko'nmasa, ishsiz qolishini o'ylab, aytganimga rozi bo'lgan. Keyin oladigan pulining uyga ishlatadigan qismini o'chirgan. Odamlar bor, jaraq-jaraq pul topadi. Ammo singlisi yo opasi tugul tuqqan onasini ham bir yo'qlamaydi. Akalik, ukalik, farzandlik burchini unutib qo'ygan ba'zilar esa davralarda hech kimga gap bermaydi, lekin turishtirsang nechta aka-ukasi borligini ham esidan chiqargan bo'ladi. Shular haqida o'ylarkanman, halol mehnati bilan topadigan puli arzimas bo'lsa ham oqibatni unutmagan mardikor yigitga tan berdim.